Assalomu alaykum. Bugun sizga ko'rsataman o'ng oldi va chap oldi usuli. Bu usul asosiy deb hisoblanadi va amaliyotda 90% bu turum bilan bog'laydi doktorlar, xirurglar. Ushlash o'sha gan texnik ko'rsataman. O'ng qo'li, o'ng oldi usulini ko'rsataman. Mana o'ng qo'li, mana birinchi barmoq ip tagidan o'tkazamiz. Keyin ozgina ko'tarsa bo'ladi yoki ozgina rotatsiya qilsa bo'ladi. Keyin birinchi barmoq ikkita ip orasidan o'tkazish kerak. Keyin tepaga. To есть harakat, ozgina rotatsiya, barmoq o'tkazdik, tep ko'tardik. Buni mashqga qo'yamiz ustiga. Ikkinchi barmoqni bosamiz. Qo'yib yubordik. Mana bu oyna. Oldidan o'tkazamiz. Shunga bu usul nima nom olgan? O'ng oldi usuli. Ushladik. Endi o'ng qo'li tepada edi-ku. Bundan keyin o'ng qo'li pastga tushadi. Chap qo'li pastdan tepaga ko'tariladi. Mana o'tkazdim. Tugun bog'laganda men ko'rsatkich barmoq bilan bosaman. Bu to'g'ri. Bu ham ishlatiladi. Lekin siz o'zingizda amaliyotda faqat ko'rsatkich barmoqni ishlating. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Bu to'g'ri. Keyin davoman. Buni oldi qildik. Keyin davom etamiz. Chap oldi usuli. Chap barmoq tagidan, orasidan tepaga buni sho'tga qo'ydik. Endi chap qo'li pastga ketadi. Tez bajaradi, qarang. Bu o'ng oldi, chap oldi, o'ng oldi, chap oldi, o'ng chap. Buni amaliyotda siz bajarishga keraksiz. Rahmat.